Gapirib qo'y. Ya xudo xohlasa bu Ishlari qanaqa bu pechkamiz? Disi qanaqa pechkamizni? pechkalarimiz ishlab turli ishlab bo'linyapti. Ishlab yoqib, dimoqlariga tekshirib, holatiga aytgan formasiga, aytgan pasimni ishlab berishga harakatini qilamiz. Xudo xohlasa pechkalarimiz mana o'tgan yilgi 2 yillik tajribamiz bilan yoqib, shunday bo'lganda rozi-rizochilik hammamizda ham mana ustamiz variantlarimiz ko'p. Xudo xohlasa o'zi ham baho bera oladi. Har kim o'z bilganini gapiradi, mana bizga idealniy xudo xohlasa sifatga o'zinglar. Yoniq, mo'ri, tepa xonalarni bizdan keyin holatda kafolatini, ya'ni berib ketamiz, xotirjamligini. O'zimiz o'z qo'llarimiz bilan qilib ko'rib yetganimiz uchun sizlarga xotirjamlik kelajakda yaxshi xotirjamlik bilan tushib, nasib qilib ketamiz.